Assalomu alaykum Namangan xalqi. Nafaqat Namangan xalqi, balki O'zbekiston xalqi. Men Abdullayev Fazlbek, Sirdaryo viloyatidaman. Namangan davlat universiteti yuridik fakultet birinchi bosqich talabasiman. Kelganimga 3 oy bo'ldi. Deyarli 3 oy bo'ldi va bu yerda shunday bir voqea, hodisalarga guvoh bo'ldim. Boshqa viloyatlarda ham ko'p bo'lganman, lekin bunaqa narsani ko'rmaganman. Ya'ni Namanganning o'zini bir uylarida, mahallasida ichki axloqiy madaniyati, ayollarga bo'lgan e'tiborni ko'rmoqchi bo'ldim va kunlik ishga chiqdim. Ya'ni uylarda ishga chiqdim. Va shunday voqea hodisaga amin bo'ldim. Ayollarga qanchalik ular rashq kuchliligini, qanchalik e'tibor berishga amin bo'ldim. Ya'ni ishlashga boryapmiz, uyga kirayotganimizda ayollar hali biz kirmasimizdan birinchi o'zlari kiradida po'sh dedi. Ya'ni po'shma dedi. Ya'ni begona kishiga o'zini ayolini ko'rsatmaydi. Tushunyapsizlarmi? Agar uyga begona kishi kelsa, ayollari, juda halollari ichkariga kirib ketadi. O'sha narsaga men juda ham Namanganga respekt dedim. Bular uchun har birining uyida shunday ekan. Misol uchun bizning viloyatda unday emas. Keyin vodiyda yana darvozasining oldiga parda tusib qo'yadi. Ya'ni ichkarida ayol ko'rinmasligi uchun. Bu juda ham yaxshi madaniyat. Haqiqatdan ham ayollarga bo'lgan e'tibor, ayollarga bo'lgan rashqi, erkaklarning haqiqiy erkakligini ko'rsatib beruvchi bir jarayon desak bo'ladi. Vodiyning Namangan aholisiga, xalqiga shunga besh ketdim men. Juda ham ayollarga bo'lgan rashqi kuchli. Ya'ni ayollarga bo'lgan e'tibori kuchli ekan. Boshqa viloyatlarda bunday darajani ko'rmadim. Namanganga respekt.